切，踏入的面对，被关在无边的黑夜，重复一遍一遍。梦境现实交叉点，命运在上演，在危境中湮灭，绽放轰轰烈烈。世界充满灰白，烈焰燃烧色彩，铸就新的主宰。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等你的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。站在无际的荒原，寻找着光线。我看到燃起的火焰向外蔓延，越来越远。混沌颠倒的日夜，又回到原点，踏破所有极限，就在黎明之前。星光穿透云海，洒向所有尘埃，屏住呼吸，等待迎接它的归来。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等你的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。Taqdir farzandlari bo'lsa kerak. Umid bilan abadiy o'lmas nurni chaqiraman. O'limdan Nur poklanishi, Rahbar o'rinbosari, tong nuri, abadiy birga. ertangi urush hammaning boshida bor. Ertaga nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Har lahzani qadrlaymiz. Bu balki yangi yilning ma'nosi. Oxirgi jangda g'alaba qozonish uchun oltin muhur ritsari, odamlar va iblislarda hal qiluvchi jangda g'alaba kaliti. Ertangi hal qiluvchi jangda g'alaba qozonish uchun oltin ma'bud ritsarining taxti kuchi zarur. Himoya va rahim shafqat ma'bud ritsari taxti sinovi avval iblis imperatorining ma'bud bo'lishi bilan to'xtatilgandi. Endi yana qayta ochildi. Barcha talabga javob beradigan 9-darajali ritsarlar sinovda ishtirok etdi. Ba'zi 8-darajali ritsarlar ham ixtiyoriy ravishda bordi. Lekin ma'bud ritsar taxti sinovi oson emas. Hozircha natija yo'q. Avvalgi jangda men Abauga yutqazdim va og'ir yaralandim. Endi esa bunday sharafga mos emasman. Ertangi hal qiluvchi jangda butun insoniyat tarixidagi eng yuqori ruhiy kuch kerak bo'ladi. Abauga yutqazganimni aytmaganimizda ham men qolgan ritsarlardan anchagina farq qilaman. 67 yil ritsarlik qildim. Menimcha shu yetadi. Sizlar esa quyoshdek porlab, jangda g'alaba qilasizlar. Butun insoniyat taqdiri sizlarning qo'lingizda. Bobo, Shuningdek, tartib va qonun ritsarining yangi boshqaruvchisi etib nomzod tanladim. Havchin, bu yo'lni ko'pini hali sen bilmaysan. Juda ko'pchilik senga ergashadi. Minglab odamlar sen uchun jang qilishga tayyor. Yulon legioni, rahbarga salom. Ulug'vorlik va rahbarlik ritsari. ustoz,
Yana yo'lbars aka. Axir siz yo'g'on darvozasining tashqarisini qo'riqlayapman deb aytmaganmidingiz? Nega bu yerdasiz? Biz bergan va'damizni bajargani keldik. Xauchen, seni quvib yetishga harakat qilaman. Taqdirga yuzma-yuz kelganingda ortingda minglab askarlar bo'lsin. Yo'lon legioni jami 28725 ta 5-darajali ritsarlar tartib va qonun ma'bud ritsari taxti sinovida birgalikda ishtirok etadi. Ustoz, yo'lbars aka, sizlar Balki siz meni tanimassiz, lekin 7 yil oldin men Quvnoq dovonida oddiy askar edim. Agar siz o'shanda himoya va rahm-shafqat ma'bud ritsari taxtini chaqirmaganingizda, allaqachon o'lgan bo'lardim. 6 yil oldin Sendan dovoni buzilganida men hali oddiy odam edim. Meni qutqarganingizdan keyin askar bo'lishga qaror qildim. Lekin yosh cheklovim tufayli sizning rahbarligingiz ostiga kirdim. 5 yil oldingi urushda onamni qutqargan edingiz. Siz va jamoangiz birma-bir o'lim xavfini yengib, insoniyatning tinchligini ta'minladingiz. Jangda g'alaba qozondingiz. Iltimos, ruxsat bering, jang qilaylik. Iltimos, ruxsat bering. Siz uchun jang qilaylik. Tartib va qonun ma'bud ritsari taxti bir nechta boshqaruvchi bo'lgan yagona taxt. Yelong legioni birgalikda sinovni o'tashi mumkin. Hammangizga rahmat. Men sizlarni g'alabangizni kutaman. Xavotir olma. Ular buni uddalashadi. Inyaropani ham yo'li albatta ochiq bo'ladi. Himoya va rahm shafqat ritsar taxtini yangilash uchun og'ning og'irligini ko'tarish kerak. Himoya va rahm shafqat ma'bud ritsar taxtini olish uchun himoya qilish qat'iyatingizni isbotlashingiz kerak. Aslo bu yerda taslim bo'lmayman. Sen qanday og'irlikni ko'tarayotganingni bilasanmi? Butun tirik mavjudotlarning Siner, ko'pchilik 9-darajali ritsarlar ham bundan o'ta olmagan. Lekin Siner 8-darajada ancha vaqt chidadi. Nima bo'lganini bilmaymiz. Men unga majburan bo'lsa ham dori ichirishim kerak edi. Inyaropa 8-darajada bo'lsa ham ichkarida ancha chiday oldi. Demak, ular 9-darajaga yaqin. Yaxshi kutaylik. sinov muvaffaqiyatli o'tadi deb umid qilaman. Agar 6 ma'bud ritsari topilmasa, ertangi jangda ruhiy holatga ta'sir qiladi. Rahbarga bosim yana ortadi. Nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti? Nega hamma chiqarib yuborilyapti? Nahotki hamma sinovdan yiqilgan bo'lsa? Siner qayerda? Siner ichkaridami? Ritsa. Men sezyapman. Bu unvonga yaqinda sazovor bo'lgansan. Hali qalqoning ham yo'q. Lekin nega bunchalik kuchli darajada himoya qilish qat'iyating bor? Chunki men qo'rqaman. 5 yil oldin o'sha qonli urushda o'z ukamdek bo'lib qolgan Xauchenni o'limi haqida eshitdim. Hamma ishonardiki, u guruhni oldinga boshlab insoniyatni yorug'likka olib chiqadi. Ammo u rostdan ham halok bo'lganda ularning bari yo'q bo'lardi. Hatto meni sevgilim. Bularning bari sodir bo'lganida men chiday olmasdim. Shu 5 yil ichida kunlarim cheksiz nadomat bilan o'tdi.
ular qaytgan kuni juda ham xursand bo'ldim. Biroq ichimda yanada kuchliroq qo'rquv paydo bo'ldi. Ularni yana yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Ayriliq xabarini takror eshitishdan qo'rqaman. Shuning uchun himoya ritsarga aylanishga qaror qildim. Iblislarni bu dunyodan butkul yo'q qilaman. Qo'limga qalqon tutib, ularni himoya qilaman. Mana shu meni yagona maqsadim. Qilich tutgan chap qurbon qildim. Shu o'yindan boshlab qalqon tutib himoyachi bo'lish uchun tug'ilganman. Haqiqatdan qo'rqadigan odamgina boshqalarni chinakam himoya qila oladi. Tabriklayman, Ritsar. Bu qo'rquv sening zirhingga aylanadi. Kitoblarni ko'rib chiqdim. Tartib va qonun ma'bud ritsar taxti 4 boshqaruvchiga ega bo'lgan. Long rahbarining yo'l yo'rig'i bilan kalit shunday qilib o'z tartibini yaratish kerak. Ustoz, bu xabarni bir kunda eshitib, butun kutubxonani o'qib chiqdingizmi? Agar meni tinglab ko'proq kitob o'qiganingda bunday savol bermasding. Ustoz, keyin nima qilamiz? Men qadimiy kitobda o'qiganman. Dunyoda tartibsizlik bo'lgan paytda tartib va qonun mavjud emas edi. Hayot paydo bo'lib, o'z yo'li bilan rivojlanib, tartib hosil bo'ldi. Dunyoda qonun paydo bo'ldi. Biz esa oddiy odamlar tartibni yaratishimiz kerak. Biz qahramonlarni ulug'laymiz, oddiy odamlarni ulug'laymiz. Biz quyoshni orzu qilamiz. Lekin chiroq ham nur. Minglab chiroqlar ham oy nuriga aylana oladi. Biz chiroqlarmiz. Biz Oddiy odamlarning irodasimiz. Legion sinovdan o'tdi. Biz kichik tanamiz bilan taxtni ushladik. Qonun kuchini ruhimizga singdirdik. Hayot va e'tiqod bilan shu yerda tartib yaratamiz. Bu tartib va qonun ma'bud ritsari taxti. Yo'lo'ng legioni. Rahbar Loyning tartib va qonun ma'bud ritsari taxtini ushladi. Endi 6 ta taxtdan faqatgina oxirgisi qoldi xolos. Bu kim bo'ldi? Yangi boboning taxtiga egalik qilyapti. Himoya va rahim shafqat ma'bud ritsarning taxt sinovi o'tdi. Boshqaruvchi kim ekan? Sen himoya va rahim shafqat ma'bud ritsari taxti sinovidan o'tding. Opa, lekin sizni qo'lingiz. Siner o'z kuchi bilan sinovdan o'tdi. Men juda ham xursandman. Siner! Nega yig'layapsan? Inger muqaddas qit'adagi ilohiy muhrga ega bo'lgan birinchi ayol bo'ldi. Quvonishing kerak. Mangu qasamlikka sodiq qol. Bu tana qalqon.
Yaqinlarim omonligi, himoya uchun jang qilgayman. Himoya va shafqat taxti. Hozir bo'l. Muqaddas iblis qistasida birinchi ma'bud ayol ritsari tug'ildi. Ilohiy ritsar, juda ham ajoyib. Olti ma'bud ritsar yana to'plandi. Hal qiluvchi jangda g'alaba insoniyatniki bo'ladi. Vaqt keldi. Iblislar kelishi kerak. Jang boshlandimi? Buni qaranglar, boshlandi. Taxt ritsarlari, olti taxt muhri. Shu yerda o'lmas shahar. Rahbar bor, o'rinbosar bor, 6-ritsar bor. Albatta g'alaba bizniki. To'qqiz osmon, yer va ma'budni o'ldiruvchi kuch. Iblis imperatori o'z kuchi bilan seni mag'lub etgan iblis ustunlarini qayta tikladi. Qudrat hatto 6 taxtni ham titratib yubordi. O'ldirilgan iblislar qayta tirildimi? Iblis imperatori ilohiy kuchi bilan butun iblis qabilasining qasos kuchini uyg'otdi. Ular qasos kuchining timsoli. Butun qabilaning qasos kuchi. 9 osmon, 10 yer ma'bud o'ldiruvchi katta kuchi bilan. Muqaddas iblis qit'asi va samaviy jazoni birga yo'q qilish uchun yetarli. Bu iblis imperatorining rejasi. Buni bizga qo'yib ber. Sen esa asosiy ish bilan shug'ullan. Meni buyrug'imni tinglang. Butun qo'shinni to'plang. Buyrug'imga quloq soling. Qalqon jangchilari himoya ritsarlarining qanotini himoya qilsin. Jangovar jangchilar, jazo ritsarlari oldiga chiqib dushmanni kutib oling. Qotillar esa ritsarlarning orqasida bo'lsin. Chaqiruvchilar hayvonlarni chaqirsin. Orzu jannati o'rmon qabilasi 2 mudofaani saqlang. Davolovchilar hammaga yordam bersin. Sehrgarlar orqada taqiqlangan hujumni birgalikda oching. To'liq hujum qilamiz. Men abadiy va yaratilish taxtini ochaman. 5 muhur taxtini qorong'ulikdan tozalayman. Qudratni qayta tiklayman. Altı 1198 yil oldingi bugun 72 iblis ma'budi keldi. Shundan keyin vatanimiz yo'qoldi. Qabiladoshlarimiz ovga aylandi. Biz g'azablandik, azoblandik, tushkunlikka tushdik. Lekin hech qachon taslim bo'lmadik. 6198 yil qarshilik. Biz qat'iyatli irodamizni suyak qonimizga singdirdik. Faqat bugun shu lahza avlodlarimiz xorligini yuvamiz. Vatanimizni qaytarib olamiz. Yuvamiz. Vatanimizni qaytarib olamiz. Biz ozodlik uchun jang qilamiz. Umid uchun jang qilamiz. Tinchlik uchun jang qilamiz.
himoya uchun jang qilamiz. Vatanni himoya qilamiz. Olg'a! O'ldiring! Davomi bor. Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxuvalarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va asosiy kanalda sizni kutamiz. Hurmat bilan Uzdabgo jamoasi. 收藏加关注，追番不迷路。各位看得那么认真，想必已经对扫码流程领悟于心了。覆盖过我，潮水中夜色的轮廓，月光下举起我粗心的炬火，燃烧不过这一世一个我，一心将一切挥霍，不能解我的心。 纵然是火，我点燃我。才穿越过这世界，生命或许是三界。它像被欣赏的月台，若太阳里面挥动着的什么明灭之间，它不必的远。生的边缘，死的边界，所谓命运。 斩断，斩断，斩断，斩断那既定的明天。月光是我，它照亮的也是我。汹涌的我的心，能将苦痛淹没。我在这里看，我不。 下去，生命若不爱我，我成为了我。所牵起我，从此后你所牵起我，听见了如果，如果是轮回我难过。你所牵起我，从此后你所牵起我，听见了如果，轮回的谁不是我？ 被魔神皇神力加持后的实力就天灭神大阵已变得更强，这样下去，即便最后能获得胜利，人类也会损失惨重。用如此巨大的牺牲换来的胜利，不是我们想要的。浩辰，我为你杀出重围。新生代的神明，你还太年轻了。无骑士，死灵之王，血魔神大人，你那点微末的亡灵之力，也敢在我面前称王？